Assalomu alaykum. Fasatning plitka ishqibozlari. Mana xudo xolasa navbatdagi uyimiz Yaypani shahar 40 ketmon qishlog'ida bo'lyapti. Mana mramor ko'rinishdagi toshlarımizdan qilib berdik. Ko'p joyga mana shu toshimizdan zakaz bo'lyapti. Chiroyli chiqyapti. Mana chekkasiga mokresdan urib yuboryapti burchaklarga. Mana shakl bo'lib chiroyli chiqib qoladi. Xudo xolasa bu bitgandan keyin bitta lak uriladi, travertin lakidan. Juda chiroyli holatga o'tadi. Devor tanlamas plitkalarimiz. Mana shu ko'cha tomonni qilinyapti. Mana reyka mana shu turishda to'qiladi reykalarimiz. Bu uyimiz ko'cha fasadini qilib beryapmiz. 100 kvadrat atrofida. 100 kvadrat atrofida. Bu toshlar bizda har xil svet, har xil turdagi ranglardan bor. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Kelib, bemalol yotib, urganib ketishlari mumkin. Bu plitkalarimizni ham O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda dastavka qilib beramiz. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Reklama pastga qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirib ko'rib chiqsalaring bo'laveradi. Aloqaga chiqaverasizlar.